Salom do'stlar. Salom do'stlar. Bugun biz sizlar bilan hamma Minecraftda sonlarni terib ko'ramiz va qayerda paydo bo'lishimizni ko'ramiz. Bugun 001 bilan 007 olamiz. Hop, boshladik bo'lmasam. Birinchisi uchta bir. Hop, mana boshladik. Biz uzr-o'g'rilar, hozir mana 3ta 1 qilib ko'rgandik. Bunaqa joyda paydo bo'ldik. Misr oldida o'rtasiga tushma. 001 sizga maslahat berardim. Men birinchi tushsam, siz ish qilib ko'rasiz. Mana bu o'rtasida birinchi ochib turamiz. O'rtasi ochib qo'yamiz. Yo'q, tushmaydi. Agar o'rtasi ochilmasa, hop, men birinchi tushib ko'raman, chunki mana 4ta sandiq ko'rib turganingizdek. Mana. Hop, boshladim. Men birinchi tushib ko'raman. Hop, mana. To'xtang, 001 tushmay turing. Bo'ldi, tushishingiz mumkin. Mana narsalarda, sandiqlarda ichida nimalar? Izumrud. Mana buni qarang. Mana buni qaranglar. Yo, bu normal narsalar chiqmadi xo'p, lekin izumrud chiqdi. Ko'rib turganingiz izumrud. Va bir dona bo'lsa ham. Hop, endi ikkinchisi 3ta 2 qilib ko'ramiz. Kuzatishda davom eting. Hop, biz boshladik. Mana 3ta endi 2 ni terib ko'ramiz. Mana. Hop, boshladi. Hop, 3ta 2da yarim chala yarim o'tloqda paydo bo'ldi, yarim cho'lda paydo bo'ldik. Hop, cho'ldan yurishni boshladik. Hop, 001 manimcha bir kirmadi. Hop, 001 kirolmayotgandik. Hop, biz bo'lmasam boshlanib turamiz. Mana kaktuslar, shu daraxt, pustina o'rtasida 001 kirdi. Mana pustina o'rtasida suv bor ekan, ko'rib turganlaringdek. Hop, keyin mana yerda qanaqadir g'or. Biz qayerga yurishimizni hozir to'g'ri yurib ko'ramiz. 001 kelyapsizmi? Kelavering. 001 gaplashishga xush ko'rmaydi. Shuning uchun gapirganim yo'q. Mana buni san'at asari desa bo'ladi. Mana buni qaranglar. Bu havoda turibdi, hozir g'alati bo'lib qolyapman. Qanday degan savol bor. Bu yasalib turganda qanday yasalgan ekan bo'lmasam deb o'yladim. Qum ham tushib ketadi. Bilganlaringdek, Minecraft o'ynaganlar. Yaqinda men kommentariyaga yozib qoldirasiz. Kim yana Minecraft o'ynamoqchi
biz bilan yangi yana ko'p hali videolar olamiz. Faqat bu emas. Hop, mana ko'rdingiz. 002da ja zo'r emas. Bo'laveradi. Qanaqadir joyga tushdik. Hozir chiqib ko'ramiz. Teparoqqa. Bu yerda hech narsa yo'q. Mana bu yerdan men sakrab ko'raman. Bunday bir qo'shtirib olmaysizmi? Yo'q. Hop, 3-2da shu bo'ldi. Endi 3-2 sakrab ko'rmoq. 0-2, 0-1 sakrab ko'rmoqchi o'sha joyga. Biz uni kuzatib boramiz mana. Yo'q, u sakralmadi. Lekin omadsiz kun hali beri shuncha bor. 10 ham ko'ramiz. Keyin ana endi biz sizlar bilan boshqa ringlar aytishdan chiqibdi. Endi hozir 3ga keldik. Eslatib o'tganingiz uchun rahmat. Mana 3 qilib ko'rdik. Mana bosdik. Mana biz junglida bo'ldik. Jungli, aniq jungli. Junglida paydo bo'ldik. To'g'rimi? Nima deyish mumkin bu joy haqida? Hop, hop. Bu yerda qiziqarli joy qolmadi, chunki faqat bu yerda jungli ekan, mana ko'rib turganlaringdek. Bu aniq jungli. Birinchi ko'ringanda yo'q, bilingandi o'zi. Bo'ldi, mana 3 qilsangiz bilib oldingiz. Jungliga tushishingizni. Hop, endi 3ta to'rga o'tamiz. Navbat 3ta to'rga. Hop, mana endi sizlar bilan 3ta to'rda qilib ko'ramiz. Boshladik. Biz qaqadir daraxtda paydo bo'ldik. Boshlashda shunchalik yuguramiz. Hop, biz qayerdamiz hozir? Adashmasam, tog'li joylarga kelib qoldik. Nechog'sam tog'li joyga. Nechog'sam sezilyapti, unutmayman mana. Daraxtlar ko'rinyapti. Bu aniq tog' aniq. Tog' ekan. Bilindi. Yana nima deyishimiz mumkin? Hop, bu yerga chiqolmayapmiz. Hozir chiqishga urinib ko'raman. Chiqishlardan biri. Oddiysi. Menimcha bunaqa toqqa qiyinroq bo'ladi chiqish. Mana. Lekin obunachilar sizlar kuzatinglar, biz chiqishdan to'xtamaymiz. Qiyin bo'lsa ham. Hop, hozir nimadir
noto'g'ri bo'lgandek bo'ldi. Yo'q, hammasi to'g'ri. Hop, mana tog'ga ham va nihoyat chiqdik. 001 chiqishga harakat qilyapti. Men 007 baribir chiqdim. Mana ko'rib turganingizdek, bu aniq tog'. Ana dirka nima ekan? Teshik bor ekan mana bu yerda. Qanaqa zo'r teshik. Obunachilar ko'rdinglar, ana bu yerda teshikni mana yana bir marta ko'rsataman. Ana ko'ryapsizlarmi sizlar ham? Qanaqadir dirka bor ekan. Hozir biz borib ko'ramiz. 001 tezroq chiqolsa 001 bilan borib ko'ramiz. 001ga ham jetcha qolibdi. Bu paytda chiqdi. Bo'ldi. Mana bu yerga tekis yo'l chiqishingiz mumkin. Xo'p, yura qoling. Hop, sizga avval birinchi martaga teshikni ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizdek, ana bu yerda teshik yoki g'or bo'lib chiqadi. Hozir buni aniqlaymiz. Mana bo'lib tushundim. Hop. Yo'q, bu adashibmiz. Uzr. Bu oddiy g'or ekan. Ko'rib turganlaringdek oddiy g'or. Avvalo eslatib o'taman, yana bir bor. Hali beri biz ko'p videolar olamiz. O'shaning uchun bizga mana shu YouTube kanalimizga yozib qoldiring. Kim biz bilan o'ynamoqchi? Hali ko'p videolar qilishimiz kerak. O'shaning uchun biz bilan kim qilyapmiz? Biz bilan video oladi. Va nihoyat endi hozir 3ta to'q qildik. 001 hozir. To'g'ri, rahmat. Endi demak 3ta 5 ga navbat. To'g'rimi? Rahmat. Hop, endi 3ta 5. To'g'rimi? Sizlar ham keyin buni bemalol ishlatishlaringiz mumkin. Adashib ketdim. Uzr. To'g'ri yo'l ketdi. Biz vijvaniyada qilib ko'ryapmiz buni. Hop, endi haligindek 3ta 5. 3ta 5. O'zi videomiz oxiri sekin kelyapti. Ya'ni hozir men ashib ketyapman shekilli. Uzr obunachilar. Men bor uzr. Boshladik. Nihoyat uzr sizlardan men uzr so'rayman. Bir marta emas, 2 marta ashib qoldim. Endi qayerga tushdik? Xo'p. Bu g'alati joy ekan. Xo'p. Biz hozir qayerdadir paydo bo'ldik, lekin tushunmayapman qayerligida. Teparoqqa qarashga harakat qilaman. Bu yer daraxtlar bilan to'la, shuncha cho'la sezilmayapti. Hozircha adashmasam mana bu yerdan ketsak, bir nimani topamiz. Adashmasam bu xristianlar belgisi, bilganingizdek. Sezildimi sizga ham?
buni no'no'rlar yoqtirmadi. O'shaning uchun buzib tashladi mana. Oldingi mana shunda turgandi. Bu xristianlarning belgisi bilganingizdek. Biz buni yomon ko'ramiz. Chunki biz o'zbekmiz. Hop, no'no'rlar ketdik. Asabiy o'zimni umrimda. Hali beri ko'p yurishimiz kerak mana. Ochiq joy topdik. Jo'sa ham bu yerda suv ko'proq ekan. Xo'sh, shunaqa narsalar yana. Yo'q. Hop, 3 ta 5 ta g'alati joyga tushamiz ekan. Demak, endi 3 ta 6 qilib ko'ramiz. To'g'rimi? Va boshladik. Hop, endi 3 ta 6 aytib o'tgandik. 1 2 3 yo'q, bitta ko'payib ketdi. Hop, выживание to'g'ri. Biz yana joyda paydo bo'ldik, lekin tog' bilan pustinada, cho'lda o'rtasida. Mana tog'lar ko'rgancha katta bo'lsa ham tog'lar bor va pustina, mana cho'l. Adashmasam shu yerlarda bir bo'lishi kerak. Demak, bu yerga yurib ko'ramiz. Cho'lda nima bor ekan? Shuni yarim zig'idan ketamiz. Adashmaslik uchun. Ikkala tomonda ham o'shanda ko'rib ketamiz. Mana ikkalasi ham o'rtasidan yuribman. Yo'q, shunisi hali yana tog'lar chiqib kelyapti. Baq to'g'risan yuraversa, agar bunaqada faqat tog' chiqib kelyapti. Mana tog'lar, bu tomon tog', lekin bu tomon cho'l. Hop, endi menimcha bu yer tushundinglar. Mana bu yerdan lava oqqan ekan mana. Obunachilar, ko'rib turibsiz. Mana obunachilar, ko'rib turganlaringda mana bu yerda lava oqqan ekan. Mana 001 yuribdi ana yerda. Lekin nik ko'rinmayapti bizga. Va nihoyat mana lava ko'rdik. Sizlar bilan yana bir marta ko'rsataman. Mana. Hop. Adash biz 001 emas. Oddiy tog' ekan. Lavada orqasida qanaqadir g'or bor. Menimcha qiziq bo'lyapti. Qanaqadir g'or topdik, lekin bu o'ta qorong'i. Shuncha hech narsa ko'rolganim yo'q. Obunachilar, eslatib o'taman. Bu video 22 minut, 21 minut yoki 20 minutlik qilishimiz kerak edi. Ulgurganimizcha qilamiz. Mana ko'rdingiz. G'orda ichida ham bir kunmas ko'rib ko'ramiz. Demak, 3 ta 7 ga o'tamiz. Hop, 7 boshlayman. Bular endi kerak emas. Bu ispit ko'rdik. Biz endi 3 ta 7 ko'ramiz. Boshladik o'zim 001 bilan.
yaxshi joy. Gullar bor, normal. Bu yer nima deyish mumkin? Qanaqadir g'or. Adashmasam bu g'or emas ham. Desam, ichkariga kirib ketaverasiz ekan. Shuni chiqqan yaxshi hozir. Qorong'ilikda kirganda. Bu yerda yana tog'lar. Mana shu tog'lardan zerikmadinglarmi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Mana ana yerda ikkita g'or bor ekan. Ularni ichida hozir ko'rib ko'ramiz. Undan shu 3ta yana yo'q. Mana bu yerda yana lava oqqan. Biz qayerga tushib bo'ldik? Hozir bizni necha qildik? 001. Ha, 3 bo'lmasam bu qanaqa joy? Ana yerda yana 3ta bunaqa joy bor. G'or ham bor. Keting shu yerga borib ko'ramiz. Keting mana shu joy. Hozir obunachilar sizlar bilan u yerni tekshirib ko'ramiz. 001 va sizlar. Va albatta men buni oson chiqish yo'li hammaga taniqli. Endi buni adashdim. To'g'ri ketyapmiz hozircha. Men nima ham deyardim. Bizga ko'proq kerak, chunki bunaqada chiqa olmaymiz. 001 qolib ketyapti. Nimaga xursanu? Tushunmayapman. Adashmasam chiqib ham bo'ldi shu g'orda oldiga. Mana 001 bilan u yo'q, bu g'or emas ekan. Oddiy ko'rinishidan g'orga o'xshab ko'rinadi, lekin bu yerdan tabiat o'ta chiroyli ko'rinar ekan. 001 bu yoqqa chiqing. Chiroyliga kommentariyada yozib qoldirasiz. Layklarni ayamang. Iltimos. Yana adashmagan yoki adashgan ikkita g'orimiz bor edi. Bu ham yana bittasi g'or emas. Mana tepasida qanaqadir bir dona gul o'sib chiqqan ekan. Mana buni qarang. Buni chiroyli bir dona o'zi turibdi. Qanday? Mana shunday turganingizda mana tushib ketmaslikka harakat qilaman. Mana shuni tabiatman bir dona gul o'rtasida turib biz 001 bilan ikkinchisini kutib olamiz, chunki vaqt ko'payib ketdi. Shuning uchun biz siz bilan xayrlashamiz. To'g'rimi 001? Xayr bo'lamiz sizga. Xayr deb bo'lamiz. Obunachilar yana ko'rishimizga ishonamiz. Xayr.
Hammaga xayr.